Assalomu alaykum aziz obunachilar. Sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Bugun gaplashadigan mavzumiz do'st haqida. Do'st qanday bo'lishi kerak? U nimalarga, masalan, hayotingizda qanaqa o'rinni tutadi? Shu haqida gaplashamiz. Do'st bu shunday insonki, u sizdan hech qanday manfaat kutmaydi. Manfaat kutmaydi deganimda hamma hozir tushunadi, yo do'st bizdan pul so'raydi. Manfaat degani u pul so'z hojatini sizdan, masalan, hojatini chiqarish, masalan, oladi u pulni. Olganda ham sizga vaziyatini tushuntirib oladi. Shunday do'stlar borki, hayotda ular do'st emas-da. Shuncha ko'chadagi ulfat desa, haqiqiy do'st boshqacha bo'ladi. Masalan, keladi, ha, do'stim deydi. Do'stim, bugun haftada sizda masalan bir marta yo'qlamaydi. Do'stim deydi, ha. To'g'ri ayta, oilaviy muammosi yo'q. Do'stim deydi, menga pul kerak deydi. Xo'p, siz pul borligi, sizda pul borligini biladi. Ishlayapsiz, siz boshqa qilyapsiz. Xo'p, qancha deysiz masalan? Nimaga tinchlikmi? Shunaqa. Xo'p, mayli, berdingiz masalan $100 berdingiz. Ketdi. 1 oy o'tyapti, 2 oy o'tyapti. So'ramaysiz, chunki siz uni do'st deb qabul qildingiz. Chunki u vaziyatini tushundingiz. Qabul qildingiz. Oldi u pulni. Na telefon, na boshqa narsa. Sizdan hech qanaqa undan hech qanaqa xat xabar yo'q. Siz qanaqa tushunishingiz mumkin? Uni bergan pulingiz mayli, achinmassiz mumkin. Siz toparsiz, Xudo beradi. Lekin degan joyiga o'sha inson bir og'iz vaziyatini tushuntirib qo'yish hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Esdan chiqib ketdi degan narsa bo'lmaydi. Juda o'ta kam 99% esdan chiqib ketdi degan narsa yolg'on. Chunki qanday esdan chiqishi mumkin? Masalan, men birovdan masalan 50 ming oldimmi? 50 ming so'm oldimmi? Uni men bermagunimcha ko'nglim xotirjam tushmaydi. Bu begonadan, do'stim bo'lsa endi qo'yaver. Do'stim bemalol bo'lasiz, lekin esidan chiqishi mumkin emas-da. Shunaqa o'rtoqlar ko'ngling sovib ketadi. Do'st deb aytganiga ko'ngling sovib ketadi. Lekin shunaqa o'rtoqlar bor. Men sizga misol qilib aytib berishim mumkin. Bir bola talabalar o'qir ekan. Yotoqxonada bola kvartirada turishadi. Yotoqxona desangiz emas, kvartirada turishadi. Bir kuni bir o'rtog'i yomg'irda qolib ketibdi, qaytgancha. Yomg'irda qolib ketib, metro bekatida, avtobus bekatida turgan ekan, qolib ketibdi. Ancha ustilar xo'l bo'lib ketibdi. Shamol bo'libdi ustiga ustak. U bola yotib qolibdi. Kelib turibdi, bir kun o'tibdi, ertasi kuni istimalayapti. O'rtog'i buni ko'rdi. Ha, tinchlikmi do'stim? Nima bo'lyapti? Tinchlik sog'lig'ini. Do'st, mazam bo'lmayapti. Nima bo'ldi? Ha, do'st. Do'st-ku, do'st sog'lig'ini so'raydi. Har kuni sog'lig'ini so'raydi o'rtoqdan. Qalay bir marta qalaysan degan so'z chiqadi unda. Kunda yo'qlamasa ham telefon qilgansiz, uni ko'rsangiz, ancha vaqt ko'rishmay yurgan gap bor. Ancha vaqt ko'rishmay yursangiz, sizdan bir telefon bilan ko'nglingiz ko'tariladi. Chunki u bilan o'tgan voqea, xotira hamma sizga tushadi. Ha, do'stim, yana gapni qaytamiz. Ha, do'stim, mazam bo'lmayapti. Qanaqa kecha yomg'irda olib ketdim, ha. Ha, o'zingga dori pochdan ichdim. O'qishga ketdi o'rtoq. Men bora olmayman o'qishga, o'zing borib ketdi. Yotibdi, istimalayapti, boshqa qilyapti. O'qishdan keldi. Kelsa o'rtoq terlab yotibdi. U bola bilib turibdi vaziyatni, nima gapira olmayapti xolos. Keldingmi deya olmayapti. Mazasi yo'qdi. Ko'rpasini oldi, o'zini yotgan ko'rpasini oldi. Kun salqin, lekin ko'rpasini oldi, o'rtog'iga yopdi. Do'konga chiqib keldi, nima kerak deb so'ramadi. Borib dori olib keldi. Do'stlikni qaranglar, haqiqiy do'stlikni. Borib dori olib keldi. O'zini yonidan pul so'ramadi. Berdi o'rtog'iga. Do'stim isdan tushmayapti. Dorini ichib qattiqroq o'ran deyapti. Ustiga narsa o'rayapti. Boshim o'rayapti. Ko'nglim ovqat bo'lmayapti. Ovqat olib keldi. O'zi borib ovqat olib kelyapti. Do'kondan biron nima qilib kelyapti o'z o'rtoq. Yo'q, mazang yo'q. Ozgina yedi. U hech qanaqa do'stiga ishonib deya olmaydi. Chunki u fikrini bildirish uchun hozir xayolida sog'lig'idan boshqa narsa yo'q insonda. Va choyni ichdimi, yana mazasi bo'lmayapti. Kech bo'lyapti. Telefon qilyapti. Skoriga telefon qildi, oxir o'rtog'i yotibdi. Alo, telefon. O'sha kuni vaqt, o'sha vaziyatni qaranglar. Alo. Mazasi bo'lmayapti. Nima qayerga? Vazilda aytdi, kelish kerak. 1 soat o'tyapti, kela olmayapti. Ko'chaga chiqsa yo'llar probka, chunki o'sha vaqtda nimadir bo'lib turib, yo'llar probka yana bo'lib qolgan. Yomg'ir boshqa xavotir olyapti. Ungacha bu yana harakat qilyapti. Boshqa dori narsalar olib kelib beryapti o'rtog'iga. Skor kelgancha o'rtog'im boshda o'tirdi. Skor kelgan, nima bo'ldi? Mana shu o'rtog'im muncha kech qolib ketdilar, ha.
Shunaqa vaziyat bo'lib qoldi. O'rtog'im mazasi bo'lmayapti, shunaqa bo'lib qoldi, maza qolib ketgan ekan. Nima, qayerdan maza? Hozir shu shartmi deyapti. Qayerda turishi shartmi hozir? Sizga shu sog'lig'i muhim-ku. Xo'p, uni berdimi, uni mayli, xo'p dedi. U o'rtog'ini majbuqatda endi do'stini o'ylayapti-da, endi to'g'ri tushunish kerak, ularda hamma narsa bo'ladi. Vaziyat ular yozib ol, uni aytib turib biladi o'rtoq qara. Shu yerda ham bir narsaga bog'lab ketaman. Do'stini qayerda yashashi, nima qilishi, oilasida nechtasi, manziligacha aniq biladi. Nechinchi kurs qayerda? Chunki o'rtoq u. Talaba ham emas, o'rtog'i. Masalan, bir xil kursdoshlar ham bilmaydi-da o'zining bunaqa ma'lumotini. O'rtog'i bilan sir yashinmaydi. Deyarli sir yashinmaydi. Juda og'ir sirlar. Bo'l dorini urib ketdi, turdi. O'rtog'idan endi fikrni eshitasizlar. Do'stim deydi. Ayta oladi-da fikrini. Boringga shukr. Seni bergan Allohimga shukr. Seni menga do'st qilib qo'ygan Xudoga shukr. Xursand do'stim manfaat yo'q desiz. Endi men bo'lmagam deyish yo'q, unaqa demas. Do'stim, shunday mazang yo'qkan, bir kun bunday, bir kun bizda sen bilan biz umrvoq do'st bo'lib qolamiz. Shunaqa do'st. Keyin bolalar suhbat qurib o'tirishibdi. Yana bitta xiyonat aytaman. O'rtoqlar suhbat qurib o'tirishibdi. Bir xonaga kirdi, bitta bola kirdi. O'tirdi. Jo'ralarni tanish boshqa qildi. Katta bolalar ham bor, yerda o'zidan 3-4 yosh katta. Ko'cha hayot ko'rgan odamlar ham bor. Gapdan gap chiqib, do'st haqida gap kelib qoldi. Do'stingmi, jo'rangmi dedi-da. Juda shu jo'ram, o'rtog'im shu. Haqiqiy do'st qanday bo'ladi? Savol berdi qoldasi. Haqiqiy do'st yo'q desa, masalan, savol dedi. Internetda ko'rib qolishyapti-da. Bir o'rtog'i uchun o'z yuragini berdi. Juda katta narsa bu, u sog'liq uchun. Sog'liq uchun. O'ylab ko'rdi. Ko'rib turib, tassimday o'rtog'iga qaradi. Seni o'rtog'ing bormi deyapti, shunaqa. O'z joningni bera oladigan, u bilan biron joyda masalan hayotingdan kecha oladigan o'rtog'ing bormi joningni desa? Savol berdi. Yo'q dedi. Unaqa, hozir unaqa o'rtoqlar yo'q. Nima, unaqa men nimaga uchun jonim berish kerak? Unaqa o'rtoq yo'q, faqat shu ko'chaga tirs miyasiga tepdi. Hech hayotda yo'q, hech kimda yo'q deyapti. U gapini o'zi xato. Bu yerda o'tirgan bola aytayapti, nima deyapsan dedi. Senda yo'q bo'lsa yo'qdir. Chunki sen unga arzimassan. Unaqa o'rtoq bo'lish uchun senda qurib yetmas. Chunki sen qo'rqoqdirsan deyapti. Nima deyapsan deyapti. Unaqa emas deyapti. To'xta endi. Senda bormi deyapti. Bor dedi. Hozir o'l desa o'la olasanmi? Ha dedi. Yo'q edi. Ha, bo'lmagan gap dedi. Ishonsang ishonmasang ishonma, xolos. Lekin men shu narsa do'stim uchun jonim bera olaman. Qanaqa vaziyat, yaxshi, yomonmi vaziyati birga yonimda turadi. Umrbod shunaqa o'rtog'im bitta bor. Bitta bor, hayotda bo'ladi, bitta yoki ikkita bo'ladi, unaqa o'rtoq bor deyapti. Yo'q edi, bor. Kattaroq odamlar so'radi, aka sizda bormi debsa, bor dedi yoki. Chunki ular hayot ko'rgan, bor. Ha, bor. Nechta? Bitta bor. Men dedi, ha. Haqiqatan u o'lar, ha, shunaqa, bu aytganda shunaqa bor. Chunki u o'rtoq, do'st-da u, haqiqiy. U do'st bu hayotini bag'ishlay oladi ular do'sti uchun. Yaxshi, yomon, og'ir, siqilgan paytlari, sevgilisi tashab ketgan paytlar hamma kulgili bo'lishi mumkin. Mana shu joyga to'xtab ketamiz masalan. Bir o'rtog'ini qiz bilan tanishtirib, o'rtoq gapira olmayapti. Qiz ketyapti orqasidan, degan rasmi. Bor gapir deyapti. Shu gapira olmayman deb. Yur bu yoqqa qo'lida ushladida, anchadan beri yaxshi ko'rib yurishim biladi. 2 yildan beri deyarli yaxshi ko'rishim biladi. Orqasidan olib ketdi. Yur o'rtog'im. Olib bordida, to'xta dedi, ha. Men qolaman deb bor gapirdi. Dugonasi ketgandan keyin bor gapirdi. Bor gapirdi, yaxshi, ha. Instagramini olib keldim dedi. Instagramini olib keldim. Hozirgi shunday Instagramini olib keldim. Uni yerdan olib keldim. Instagram gaplashib ketdi. Xursand o'rtoq. Ha, do'stim, zo'r. Yaxshi qiz ekan, menga yoqdi. Yo, bir vaqt o'tyapti, 1 oy 2 oy o'tdi. Bir kun jo'ra dedi, ha, telefonda yozishyapti. Shunaqa vaziyat bo'ldi. Ko'nglim sovib ketdi undan dedi. Qanaqa desam, u mendan deyapti, yaxshi men uni olaman deb yursam dedi, u mendan talab qilayotgan narsasini so'ra ko'rsang, eshitsang dedi, shunaqa vaziyat so'rayaptiki, bu to'g'ri kelmaydi hech narsaga. Uni olaman degan qizim bunaqa gapirishni o'ylamadim deyapti. U do'sti nima xayoli keldi, olaman desa yaxshi qizga uchrash loyiq ko'ryapti. Kech undan. Bo'ldi. O'zi kechdim deyapti endi. Uni vash qabul qilma hayotingga. Uni aytgan narsasini sizga ayta olmayman deb juda yomon narsa so'raganda. Keyin shunday deb kech dedimi?
O'rtog'i siqilyapti. Jo'ra u yoq bu yoq shunaqa yaxshi bo'lib qoldi. Hech o'ylanmadi. Seni u qizni qandayligini bilganingni o'zi katta yutug'ing. Ertaga bilmasdan turib uni olib qo'ysang, bu seni muammoingga aylanishi mumkin o'rtoq. To'g'ri dedi. Chunki do'st maslahat beradi. Ustidan kulishi mumkin. Qanday vaziyat? Hech kim masalan o'zi o'tirganda kuladi. Lekin shunday o'rtoqlar bor, kurukda o'tiribsanmi? Masalan 10 kishining ichida o'tiribsanmi? Senga gap tashlaydi, seni ustingdan kuladi, seni shu yerda sharmanda qiladi. Ha, qiz tashab ketdi yo, ha oddiy unaqa narsa. U do'st emas u. Do'st oddiy o'zi suhbat qurib o'tirgan paytda ustidan kuladi. 4-5 kishi o'tirgan paytda ustidan kulsa, u do'st emas. Uni yerga ursa, u do'st deb hisoblab bo'lmaydi o'sha payt. Shuning uchun do'stlik shunaqa narsa. Aka-ukachilik shunaqa narsa. Do'st xuddi aka-ukadek bo'ladi. Birga tug'ilmasa ham, bir onadan tug'ilmasa ham, lekin shunaqa hurmat qiladi. Ishi bormi, puli yo'qmi, qorni ochmi, sog'lig'i yaxshimi, nima muammo, nima kunda bir og'iz, masalan, yonida bo'lsa kunda bir boshqa joyda bo'lsa bir haftada bir og'iz so'raydi. Qayerdasan telefon? Ay, yaxshimisan? Uylanyapsizmi? Yaxshi. Bo'ldi. Vaqt kelib bunaqa do'stlar oxirgacha boradi hayotini o'zida. Shunaqa do'stlar borki, o'zini oila a'zosidek ko'radi. Uni singlisini kerak bo'lsa, opchasini birov gapirsa, nimaga gapiryapsan? Nimaga unday qilyapsan? Umuman gapirma, bashadang buzib qo'yaman kerak bo'lsa. Men singlim bo'ladi. Seni singling emas, sen o'rtog'imning singlisi. Umuman gapirma, eshitdingmi? Shunaqa tarafini oladi. Chunki u do'stini singlisi, o'zini singlisidek bo'ladi, yaqin ko'radi. Akasini tarafini oladi. Aka nima bo'lyapti? Umuman bo'lsa xalqi boradi. Poddesh kerak. Shuning uchun shunaqa o'rtoqlaringiz bo'lsa, u o'rtog'ingizni asrang, unga iloji boricha yordam bering. Bundan oldingi videoda aytib o'tib ketganman. Do'stni qadri pul bilan o'lchanganda, uni qurbi sizga yetganga qadar sizni mablag' bilan ta'minlay olgan. Sizni ham qurbingiz uni mablag' bilan ta'minlay olganga qadar yetadi deb aytganman. Bu degani juda katta ma'no bor. Buni tushunish uchun farosat, aql sal ko'proq o'ylash kerak. Rahmat hammaga. Keyingi mavzu nima bo'lishi haqida gapirib keting.